Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Xitoy Sharq Turkistonga har yili 200 mingdan ortiq Xitoy oqqunni yerlashtirishni planlaydi. Xitoy yaqinda Sharq Turkistonda oliy maktabni bitkizganlarni ishga o'rinlashish, igilik tiklashga ilhomlantirish va yetaklash nomida 14 turlik tadbirni o'tirg'a chiqargan bo'lib, Sharq Turkistonga har yili 200 mingdan ortiq Xitoy oqqunni yerlashtirishni planlagan. Tangritog' to'rining 4-mart xabar qilishicha, yaqinda atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik partiya komiteti tashkilot bo'limi, ma'rif nazorati, odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati qatorliq 13 o'rin birlikda atalmish oliy maktabni bitkizganlarni Xinjiangda qilib, Xinjiangga qaytib kelib ishga o'rinlashish, igilik tiklashga ilhomlantirish va yetaklash loyihasini besib tarqatgan. Xabarda mazkur xitoylashtirish planini dal joyida tashviq qilishni kuchaytirish, ish o'rni bilan ta'minlashni kengaytirish qatorliq jihatlardan 14 turlik tadbir o'tirg'a qo'yilganligi, aloqador doiralardan bu tadbirni kuchab tashviq qilish talab qilinganligi bildirilgan. Xabarda bu tadbirlarni unumli tashviq qilish uchun tor va tor sirtidagi yo'llardan foydalanib, oliy maktabni bitkizganlar atalmish g'arbiy qism plani fidoilari qatorliqlar asosida ishga o'rinlashtirishga doir siyosat uchurlarini dal joyiga yetkazish, Sharq Turkistonda o'quvchilar sayohati faoliyati o'tkazish, e'tibor siyosati bilan ta'minlash, atalmish Xinjiang 365 ixtisosliklari to'g'ri qatorliq ishga o'rinlashtirish supasiga tayinib, Xitoy o'lkalaridan xizmatga qabul qilish, xizmatga taklif qilishga doir turli siyosat uchurlarini dal joyida yo'llash, Xitoy o'lkalaridagi nuqtaliq shaharlar va oliy maktablarda atalmish Xinjiang ixtisosliklari xizmati punktini qurib, aloqador siyosatlarni tashviq qilish, ish o'rni to'nishtirish, xizmatga taklif qilishni o'z ichiga olgan mulozimat bilan ta'minlash talab qilingan. Mazkur planda Sharq Turkistonda oliy maktabni bitkizganlar uchun har yili 200 mingdan ortiq ish o'rni kengaytirilganligi, 5 mingdan ortiq praktika ish o'rni to'planib, oliy maktabni bitkizib 2 yil ichida ishga o'rinlashmaganlar praktika qilishga tashkillanganligi, maosh darajasi, o'qish pulini vakolatan to'lab berish qatorliqlarga doir e'tibor berish siyosatlari amaliylashtirilganligi, o'ttira kichik korxonalarga berib ishga o'rinlashganlarga qarata unvon baholash, tadqiqot turi xarajati iltimos qilish, tadqiqot natijasi yoki sharafnomaga iltimos qilish qatorliq jihatlarda davlat eligidagi korxona, kasbiy o'rinlardagi xizmatchilar bilan o'xshash ta'minotdan bahramand bo'lish yo'lga qo'yilganligi uqtirilgan. Bulardan boshqa oliy maktabni bitkizganlarga maktabdan ayrilib 2 yil ichida tunji qatim kichik mikro korxona qurgan yoki yakka tijorat bilan shug'ullanganlarga qarata igilik tiklash yordam pulini o'stiradiganligi, yuqorichak bo'yicha boj haqqini kamaytirganligi bildirilgan. Xitoy Sharq Turkistonni butunlay xitoylashtirish uchun har qaysi viloyat shaharlardagi tashviqot vositalari orqali har xil nomlarda Xitoy o'lkalaridan Xitoy oqqunlarini taklif qilib, Sharq Turkistonga yerlashtirish harakatini alohida tashviq qilib kelmoqda. Bundan ilgari tarqalgan sillardami Xitoylar Sharq Turkistonga yerlashishga chaqirilib, oqqunlarga haqsiz yer, haqsiz uy, o'simsiz qarz, zo'r miqdorda yordam puli ta'minlanganligi oshkorlangan edi. Yaqinqi yillarda Xitoy Sharq Turkistonda oldi bilan yezi kanatlardagi dehqonlarni har xil vositalar bilan terilg'u yerlarni hamkorlik kooperativiga berishga majburlagan. Ondan yerlardan ayrilgan dehqonlarni atalmish 5-chi emgakchilarni yo'tkab ishga o'rinlashtirish nomida Xitoy o'lkalariga surgun qilishga sharoit hozirlagan. Orqadan har xil nomlar bilan Sharq Turkistonga Xitoy oqqunlarini yerlashtirgan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkiston xalqini bostirish, keng ko'lamda tutqun qilish, majburiy emgakka selish, surgun qilish qatorliq vositalar bilan irqiy qirg'inchilik yurgizib, Sharq Turkiston zaminini to'liq yutib olish, butunlay xitoylashtirishdan iborat razil maqsadiga yetishga urinayotganligini, Xitoy bu qatim yo'lga qo'ygan alohida yuqori ta'minotlar bilan Sharq Turkistonga har yili 200 mingdan ortiq Xitoy oqqunni yerlashtirish plani orqali bu qari niyatini texmi ochiq oshkora ifodalaganligini bildirishmoqda. Trump Amerikaning Ukrainaga qilayotgan yordamlarini to'xtatdi. Amerika prezidenti Donald Trump Ukrainaga beriladigan yordamlarni to'nglatgan bo'lib, amerikalik bir amaldorning Fransiya xabar agentligiga bildirishicha, bu qadam Ukrainaga nisbatan Rossiya bilan tinchlik suhbati o'tkazish besimini kuchaytirgan.
Aqsarayning bir amaldori ismini oshkorlamaslik sharti bilan qisqacha bayonot berib, prezident tinchlikqa markazlashadiganligini aniq bildirdi. Sheriklarimizmi bu nishonga yuzlanishi kerak. Biz yordamlarimizni vaqtliq to'xtatamiz va masalani hal qilish yo'liga to'kib qo'shadiganligiga ishonch qilish uchun yordam masalasini qayta ko'zdan kechiryapmiz degan. Valkochisi gazeti hozirgi va sobiq Amerika amaldorlarining so'zlariga asoslanib, hukumatning chet el yordamlarini to'ng'iltishi sababidan moddiy yordamning yaqinqi haftalarda to'xtatilganligini xabar qilgan. Ammo Ukrainaga qilinadigan asosli qurol yarog' yetkazish yo'lini taqash qarori Aqsarayda prezident Tramp bilan Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy orasidagi keskin munozaradan keyingi vaqtga to'g'ri kelgan. Tramp Aqsaraydagi muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerikaning Ukrainaga qaratgan harbiy yordamlarini to'xtatmaydiganligi haqidagi savolga javob berib, hozircha bu haqda texnik so'zlashmaganligini aytgan. Shu kuni atiganda Amerika prezidenti Tramp agar Ukraina Rossiya bilan urushni tez oxirlashtirish masalasidagi pozitsiyasini o'zgartmasa, Amerikaning Ukrainani qo'llashining bek uzun davomlashmaydiganligi to'g'risida Zelenskiyni ogohlantirgan. İsrailiyaning xavfsizlik organi 7-oktyabrdagi xatoligini e'tirof qildi. İsrailiyaning bexatarlik organi Shimbat 2023-yili 7-oktyabr yuz bergan hujum voqeasini aslida to'salaydiganligini bildirib, xatoligini e'tirof qilish bilan birga yana boshqalarni ayblagan. CNN kanalining 5-mart xabar qilishicha, İsrailiyaning bexatarlik organi Shimbat Hamasning 7-oktyabrdagi hujumining oldini olishda mag'lub bo'lganligini e'tirof qilgan hamda ogohlantirish alomatlariga parvo qilmaslik va Hamasning niyatini xato baholab qilish qatorliqlarni tilga olgan. Shimbatning boshlig'i Ronan Barb bu haqda boshqacha harakat qilingan bo'lsa 1200 dan ortiq kishining o'limi va 251 kishining tutqun qilinishiga sabab bo'lgan bu voqeaning oldini olg'ili bo'ladi degan. U yana ichki jihatdan tekshirib istixborot to'plash va amaliy mas'uliyat jihatlaridagi yetersizliklarni oshkorlagan. Shuning bilan birga Shimbat yana mas'uliyatni Isroiliya hukumatining siyosatchilariga ortgan. Navbatda Isroiliya bosh ministri Netanyahu mas'uliyatni ustiga olmaganligi uchun tanqidga uchrayotgan bo'lib, o'qituvchi partiya amaldorlari Netanyahuning mas'uliyatni Shimbatga do'ngashga uringanligini ayblagan. Arab rahbarlari Trampning G'azza planiga qarshi taklifni qo'lladi. Arab rahbarlari Misrning G'azza rayonidagi urushdan keyingi planini qo'llagan. Bu plan hozirgi 2 millionga yaqin Falastin aholisining G'azza rayonida qilishiga yo'l qo'yishni maqsad qilgan. CNN kanalining 5-mart xabar qilishicha, Misrning aloqador taklifi Amerika prezidenti Donald Trampning plani bilan ro'shan farqlanadigan bo'lib, Trampning plani G'azza xalqini boshqa davlatlarga ko'chirib, G'azzani aholisiz qilish va uni sayohat rayoniga aylantirishni maqsad qilgan. Misr raisi Abdulfattah Sisi o'z planining Falastin xalqining huquqlarini qo'g'dash va G'azza aholisining yo'tkilishiga sabab bo'lmasdan qayta qurishni ilgari surish maqsadida chiqarilganligini ta'kidlagan. Bu taklif xalqaro jamiyatning qo'llashiga muhtoj bo'lib, buning ichida 2030-yilgacha G'azzani qayta qurish uchun 53 milliard dollarlik mablag' selish hamda to'ralg'u binolari, dehqonchilik rayonlari va aerodrom, port qatorliq ul aslaha qurilishlarini o'z ichiga oladi ekan. Bildirilishicha, bu planda yana Hamasning o'rnini oladigan vaqtliq boshqarish organi qurishga chaqiriq qilingan bo'lib, Hamas Misrning qurol tashlash taklifiga qarshi turgan. Misr Qohira oliy yig'iniga qatnashgan asosli arab davlati bo'lib, yig'inda BDT bosh kotibi Antonio Guterres Falastin davlati qurishni kapolatga ega qilish uchun siyosiy hal qilish chorasining zarurligini ta'kidlagan. Xabar qilinishicha, bu masalaga qarata Isroiliyaning inkosi texi aniq emas bo'lib, navbatda G'azzaga yordam berishni cheklagan va Hamasning qurol tashlashi to'g'risidagi talablarni o'ttirg'i qo'ygan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.